ham o'tgin bolam, qishloqqa bor. Butun mahalla, qo'ni-qo'shnilar hammasi seni so'ragan. Qishloqqa boraman. 10-15 kun ta'tilga chiqaman, qishloqqa boraman. Shunda siz bilan bafurcha gaplashamiz. Bolam, shoshma. Mana meni olib kelgan edim, nevaralarimga olib qol. Olib ketavering, shoshyapsiz, uyga kirmayman u. Hop, olib ketavering. Hop. Mayli. Bolam. Hop, ada. Bahodirni yeri tagidan bo'lsa ham top. Tushundingmi? Dadangni borib ko'rgan. Har kuni yo'lingni poylaydilar. Sog'inib adoyi tamom bo'ldilar degan. Xo'p, aytaman. Iloji bo'lsa yoningda turganda telefon qildi. Telefon raqamini yozib olgin. Xo'p? Xo'p. Agar mabodo telefon raqaming o'zgaradigan bo'lsa, dadangga yozdirib qo'ygin deb tayinlagan. Aytaman. Xo'p. Bo'pti. Mayli, yaxshi bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Shu telefonim buzilib qopti. Shuni bir ko'rib bersang bolam. Mayli, qani bering. O'tiring. Xo'p, uni nimasi ishlamayapti o'zi? Shu qo'ng'iroq bo'lmayapti. O'shanga uzilib qoldi deb o'ylab senga olib kelganman bolam. Mana men hozir telefon qilaman sizga. Siz ko'taring. Hozir ishlashini ham bilib olamiz. Alo? Alo? Ha? Ota yaxshimisiz? Ha? Yaxshi. O'g'lim, senmisan? Ha, mana telefoningiz ishlayapti-ku. Ha? Ha? Ishlayapti? Ha, otam men telefon qildim. Ha. Tekshirdik. Telefoningiz yaxshi. Rahmat bolam, baraka topgin. Ha, kim aytdi ishlamayapti telefon deb? O'g'lim anchadan beri qo'ng'iroq qilmaydi. Shunga buzilib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylab senga olib keldim. Ota? Yig'layapsizmi? Telefonda gaplashsak, ovozing o'g'limni ovoziga o'xshar ekan. Shunga o'g'limni juda sog'inganman. Xo'sh, xizmating necha pul bo'ladi bolam? Qo'ysa ota. Telefoningiz soppa-sog' ekan-ku. Men tuzatganim yo'q. Telefoningiz ishlayapti. Rahmat. Hali qo'ng'iroq qiladi o'g'lingiz. Qilarmikin? Ha, qiladi. Baraka top bolam. Xo'p. Umringdan baraka top. Alloh akbar. Xo'p, mayli. Mayli otam, kelib turing. Xo'p, men boray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh. Nimaga? Topdingmi? Yo'q. Uylariga borib qo'ng'iroqni chalsam, eshikni hech kim ochmadi. Ishxonalariga borsam, bugun qabul kunlari emas deyishdi. Ishlaydigan telefon raqamini yozib olmadingmi? So'radim. Bera olmaymiz deyishdi. Nega bera olmaydi? Nima u